Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Mana bugun 22-yanvar muhtaram prezidentimizning yurish tajribasi asosida mahallalarga borib fuqarolar bilan uchrashib, tadbirkorlar bilan uchrashib, vujudga kelayotgan muammolar, bank kreditga bo'lgan ehtiyojlari, talablari, tushunchalari haqida sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot beramiz. Kimlar mana shu yerda qatnashayotgan fuqarolarda takliflar, kreditga bo'lgan ehtiyojlar bo'lsa, qo'l ko'tarib, o'zini tanishtirib, murojaatlaringizni bemalol qabul qilamiz. Kimda murojaat bo'lsa, bemalol qo'l ko'tarib. Endi murojaat bo'ldi. İsmim Ahmedov Akram Ashurovich. Shu kreditga bir mol olmoqchiman. Shuning uchun bir kredit ajratsalaring degandek. Rahmat, hurmatli fuqaro, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Ahmedov Akram. Arabxona mahallasida yashayman. Shu mahallada yashaymiz. Shu qoramol bilan mol qilsalar kredit bersalaring yaxshi bo'lardi. Tushunarli. Sizni murojaatingizni yozib olib, birdan hal qilish bo'yicha mana xodimlarimizdan kelgan tushuncha beramiz. Shu bir kun, 2 kun ichida masalangizni yechib, murojaatingizni ijobiy hal qilib beramiz. Rahmat, salomat. Rahmat.